Assalomu alaykum. Bugun ko'rib o'tadigan jangimiz Sabrel Matis bilan Dalton Smit orasidagi 11-yanvar 26-yilda bo'lib o'tgan jangni ko'ramiz. Sabrel Matis bu yerda chempion va o'z kamarini himoya qiladi. Jang Qo'shma Shtatlarda Bruklinda bo'lib o'tdi. WBC kamari uchun. Qisqacha ma'lumotlar. Statistika o'zgargan, bu jang o'tib bo'ldi va shu jangi qaroriga qarab statistikasi o'zgargan. Sabrel Matis 33 yoshda. Birinchi o'rinda edi, hozir mana 11-raqamga tushib ketdi. Puerto Rikolik. Bo'yi 180. 26 ta jang, 135 raund umumiy o'tkazgan. Pasti hamma jangini yutardi. Bu yoki texnik nokaut yoki nokaut bilan yutayotgan jangchi edi. Bu jangga qiziqarli taraf shundaki, imенно Sabrel Matis qiziqarli deb o'ylayman. Sababi Sabrel Matis Shohjahon Ergashev 6-raundda texnik nokaut bilan yutgan va Batir Jukunbayev adashmasam 8-raundda texnik nokaut yoki nokaut bilan yutgan. Sapernigi Dalton Smit 28 yoshda, ancha yoshroq. Bo'yi 176 cm, bo'yi sal pastroq ekan. Hozirgi paytda mana o'sha jangdan keyin ikkinchi o'ringa chiqib oldi. 19 ta jang, 14 ta nokaut. Hozirgi kunga. Endi rezultati mana. WBC chempioni. Jang boshlandi. Birinchi raundda. Endi hamma raundlarni to'liq ko'rsatmayman. Asosiy qiziqarli joylarini ko'rsatib o'taman. Qora perchatkada Dalton Smit, oq perchatkada Sabrel Matis. Sabrel Matisni o'tkazadigan usuli, janglar o'tkazadigan usuli bu doimiy oldinga yurish, pressing. Og'ir zarbalar qilyapti to'xtatish uchun. Pressingni faqat shunaqa to'xtatsa bo'ladi. Chap qo'lni ham og'ir zarbalar bilan bajaryapti. Matis oldinga qarab yuryapti. Dalton Smit ikkinchi navbatda ishlayapti. Kutib olishga va kontra-ataka qilishga harakat qilyapti. Matis doimdagi oldinga qarab yuryapti. Zarba. Dalton Smit juda yaxshi o'rganib chiqqan Matisni. Shu sababdan ham bu yerda ochiq jang, yaqin masofadan jang qilmaslikka harakat qiladi. Dalton Smitning asosiy masofasi bu uzoq masofa va o'rta masofadan zarbalar qilish. Ikkinchi raund. Zarbalar bilan boshlandi ikkinchi raund. Hech qaysi kutayotgani yo'q. Ikkalasi harakatda. Dalton Smitning taktikasi ma'lum bo'ldi. O'rta va uzoq masofadan zarbalar qilish va klinchga kirish. Zarbalar klinch. Va bu ishlayapti hozirga kelib. Ikkinchi raundni ko'rib turib bu ishlayapti. Bu taktikasi Sabrel Matisning taktikasi doimiy oldinga va ko'plab zarbalar qilish. Yaqin masofaga turib olib, seriya udarlar bajarish. Vaqti bilan o'xshayapti, lekin yaqin masofaga kelishi bilan Dalton Smit klinchga kiryapti. Zarba. Ana klinchga kirib oldi. Matis yaqin masofada bo'lib qolsa, klinchga kiryapti. Dalton Smitning har bitta udari juda og'ir kelyapti Sabrel Matisga. Dalton Smit shunga
katta ahamiyat bergan. Hattoki perchatkasini ham aynan pancherli kiyadigan perchatka, qora kichkina perchatka. Ichidagi nabivkasi ancha kamroq bo'ladi boshqalarnikidan. Lekin bu perchatkani ham hamma ham kiya olmaydi, sababi og'ir zarbalarni o'tkazganda mushtimga ham katta nagruzka tushadi. Unaqa nagruzkalarni hammani qo'li ham ko'tara olmaydi. Shuning uchun kim qo'li lat yeyishdan qo'rqsa, bu perchatkani kiymaydi. Matiz kiygan perchatkadan kiyadi. Nabivkasi ko'proq, zarba sal yumshoqroq bo'lsa ham, qo'liga ham nagruzkasi kamroq. Juda qiziqarli jang bo'lyapti. Doimiy harakat, doimiy zarbalar. Hech qaysi kutayotgani yo'q. Matiz doim oldinga yuryapti. Dalton Smit ikkinchi nomer bo'lib harakatlanib kutyapti yoki kontratak. Og'ir zarbalar bilan kontratakka qilyapti. Yana klinch. Dalton Smit juda to'g'ri harakat qilyapti. Zarbalar klinch. Har bitta og'ir vaziyatda klinchga kiryapti. Va Sabr Yilmazovga ishlashga bermayapti. 3-raund. Yani og'ir zarbalar bilan boshlandi. Yaqin masofa, klinch. Boshqa zarba. Ko'rasizlar, yaqin masofadan Sabr Yilmazov juda ko'p zarba bajaryapti va u zarbalar Smitni boshiga yetib boryapti. Shu sababdan ham klinchga kiryapti Smitni masofasi ma'lum, uzoq masofa va o'rtancha masofadan juda yaxshi harakat qilyapti. Yaqin masofada Sabr Yilmazov urib qo'yadi, shu sababdan klinch yoki tarvarishga harakat qiladi. Boshladik. Ketma-ket zarba. Sabr Yilmazov o'tkazyapti bir nechta zarba. Kanat. Markazdan boshlashdi yana. Yaqin masofa. Sabr Yilmazov harakatda. Smit klinchga kiryapti. Sabr Yilmazov qiyin ahvolda kanatdan keta olmayapti. Smit o'z ishini bajaryapti. Sistematik klinchga kirib ham zarba qilishga harakat qilyapti. Yana klinch, yaqin masofa. Bu yerda ko'rib turibmiz, Smit doim oldinga yurishga harakat qilyapti. Sabr Yilmazov rejalari o'xshamayapti hozircha. Oldinga yura olmayapti. Zarbalar qilyapti, to'xtab qolyapti. Smit bo'lsa bu paytda zarbalarni ko'paytirib klinchga kiryapti. Klinch. Zarba. Sabr Yilmazovdan zarbalar. Bir-birini savalash bo'lyapti. Ochiqchasiga jang ketyapti. Bir-birini savolayapti ikkalasi. Yaqin va o'rta masofaga turib olib, klinch. Kontsovkani ishlash kerak. Hozir ring raund tugaydi. Kuchli zarba o'tkazyapti Matiz. 4-raund. Yana klinch. Juda ko'p klinch. Shu bilan birga juda ko'p zarbalar. Jang juda qiziqarli bo'lib o'tyapti. Ikkala jangchi yutishga, g'alaba qilishga chiqqan. Matiz oldinga qarab yuryapti, chap qo'l, o'ng qo'l. Yana klinch. Ketma-ket zarbalar Smitdan. Matiz oldinga qarab ketyapti. Chap. Va o'zi o'tkazyapti.
Rost. Zarbalar ketdi. Seriya zarbalari Matiz tarafdan, endi Smit tarafdan. Klinch. Yana oldinga. Smit faollashdi, oldinga qarab yuryapti. Sabrel Matiz bosimini to'xtatib, o'zi bosimga o'tdi va burchakka siqdi. Matiz chiqib ketolmadi. Oldinga qarab yuryapti Matiz. Hozircha ko'p ham zarba o'tkaza olmayapti. Har faollashganda klinchga kirib boryapti Dalton Smit. Endi masofadan juda yaxshi harakatlanyapti. Sabri Dalton Smit. Ikkinchi nomerda. Yani juda yaxshi zarba bo'ldi hozir. Kutmaganida Sabri Matiz zo'r beryapti yaqin masofadan klinch. Seriya Smit tarafdan, Matiz tarafdan zarbalar. Raund tugayapti. Yana zarba. Raund tugadi. 5-raund. Seriya kod. Ikkala tarafdan ketma-ket zarbalar. Smit ikkita seriya qilib klinchga kirdi. Sabrel Matiz hozircha yutqizyapti. Sabrel Matiz 12 raund jangda 12 raund juda yaxshi harakat qildi. Bu yerda ketma-ket zarbalar o'tkazib Sabrel Matiz chayqaldi. Dalton Smit kanatga siqyapti. Yani zarba. Juda kuchli zarbalar o'tkazyapti Sabrel Matiz. Tana bosh ko'taryapti. Endi Sabrel Matizdan ketma-ket seriya. Dalton Smit zarbalar. Ikkalasi juda og'ir zarbalar o'tkazyapti, lekin ikkalasi oyoqda turibdi hali ham. Og'ir vaziyatda Sabrel Matiz kanatdan chiqib keta olmayapti. Oyoq harakati bilan hech qachon ajralib turmagan. Bu yerda oyoq harakati kerak. Klinch zarbalar. Dalton Smit hammasini to'ppa-to'g'ri bajaryapti. Zarbalar, klinch. Matiz og'ir vaziyatda. Vaziyatni o'zgartirishga harakat qilyapti. Sabrel Matiz oldinga yurishga harakat qilyapti. Kuchi yetmayapti. Zarbalar kam. Ana Dalton tarafdan yana ikkita zarba. Yana zarba. Matiz yiqildi. Turarmikin? Turyapti. Turishga harakat qildi. To'xtatdi. Shoshildi ozgina Matiz. O'ziga kelib turishga harakat qilish kerak edi. Javonga 2 sekund turib, tizzada turib tursa bo'lardi. Turganda chayqaldi. Chayqalganda evaziga sudya to'xtatdi.